Semiz Qo'najon qanchaga sotilmadi? 15 milyon 100 ming. Bo'g'ozmasa qisir ekan 15 milyon 100 ming. Assalomu alaykum. Bo'rongiz kanali obunachilari, zoyoqdan bizga borayotgan birodarlar, akalar, ukalar. Qancha bo'ldi? 18 milyon. Sotildimi? To'rvali bo'g'oz 18 milyon, yaxshi. To'yga totaveradi, o'n. Zoyoqdan bizga borayotgan birodarlar, akalar, ukalar. Yaxshimisiz, Muhammad aka? Qalasiz? Biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani avval qishloq avval G'o'nachilar qatoridan, Semiz G'o'nachilar qatoridan videolarimizni boshladik. Videolarimizni like bosib, kommentariya fikrlaringizni bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlarlikdan so'ng tomon turib obuna bo'lishni bo'lsangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. 4-oktyabr 2025-yil katta kichik G'o'nachilardan ko'rsatib, agar turgan bo'lsa, sigirlardan ham ko'rsatib beraman. Like bosib, kommentariya yozib turasizlar. Semiz G'o'najon aka, hormay. 4-oktyabr hafta kuniga shanba. Kim qayerdan ko'ryapti yozasizlar akalar. Telefon kelib qoldi, odamlar kelib qoldi. Xullas ashna bo'lib, gap ham esimdan chiqib qoldi dedi. Aka nech bilyapsiz buni? 18 deyapti. Ha. Bozor qancha qildi? 17 million. Akalar mana to'y to'naqqa bo'laveradi. To'ylarni bemalol ko'taraveradi. 17 millionga berishmoq. Bo'g'oz bo'lmasa bo'ldi. Bo'g'oz bo'lmasa bo'ldi. 17 millionga berishmoqdi. Rahmat, bozoringizni bersin aka. Bu qancha bo'ldi bu? 13,5 million. Shunaqami? 13,5 mi? Ha, barakasini bersin, zo'r. Boqadigan G'o'nachilar ham yo'q. Aka qancha bo'ldi? Ho'sh. Qancha bo'ldi? 300 ming aka. Ha, baraka toping. 16,300 ming so'yganimi? To'y-to'ylarga bo'laveradi. Zo'r. 16,300 zo'r. Akalar 16,300 zo'r. Aka nech pul o'tdi bu? 13 million 400 ming bo'ldi. 13 million 400 ming. Rahmat. 13 million 400 ming. Jinda boqib to'y-po'ygilarga tayyorlab tursalang bo'laveradi. To'ylar ko'taraveradi. Manlarni ham bilmaysizlar bittasini ham. Men o'z fotoimdan. Qanchaga? Sherigi bilan 40 millionga sotildi. Ikkita. 20 milliondan bo'pti-da, ha? 20 milliondan 40 million. 24 ga, narigini 16 ga. Ha, rahmat aka. Gap yo'q. Xo'p. Qancha bo'ldi aka bular? Bo'ldi, siz olmayman. Nech pul bo'ldi bu? Kichak ham 40 million bo'lyapti. Uchalasi. Ha, bo'ldi. Mana olmaydi. Bo'ldi, mana o'tib ketaman. Qalasiz. Uchalasi. Baraka toping. Men o'tib olaman. 40 million. Assalomu alaykum. Yaxshi. Dehqonchilik ekanda? Ha, yaxshi. Bozorlarni bersin, gap yo'q. Xo'p, rahmat. Endi nomerlarni olmay qo'yardim men, to'g'risi. Men G'o'nachilar qancha chiroyli G'o'nachilar. Ha? Nomerlarni olmay qo'yardim, yo'qmadi. Yo, egasi meni olmayman dedi, bo'ldi olmayman dedi. Bu nech pul o'tdi? 13 million 700 ming. Yaxshi, barakasini bersin. Zo'r, rahmat. Sog' bo'ling, gaplashamiz. Boshqalar zo'r kelibdi avvalga. Mana mana sigirni qaranglar, qisir ekan. Bilmadim-da endi. Katta sigir ekan mana lekin boru. 150 pul olur. Abdurahmon aka. Nech pul? 9 million 450 ming. 9 million 450 ming. 3 Buni 100 ga 1 pulashdi. 10 million 900 ming. 9 million 450 ming. Yaxshi. Buni achinglar. Bu qancha bo'ldi ekan? Qancha bo'ldi ekan bu? Qancha bo'pti? Bu 86 ga bo'lmadi. 8 million 600 ga bermadingiz. Yaxshi. Ko'rsatmasin, zo'r. Bu qancha bo'ldi do'stim? 10 million 700. Nimaga o'xshaydi-ya? Anaqa belgiyskiy. Bilmasam. To'g'ri gapirib qo'yib. Qancha bo'ldi? O'nachimmi? Qancha baho aytyapsiz? 10 deyapmiz ekan. 10 million kam bor. Bozor so'raganmi? 8,5. 8,5 million. Telefon nomer berasizmi? Yana kelyapti ana. Keling baraka. Qancha? 8 million 200 ming yaxshi. Hazilshyapman, mana belgiyskiy deb baqa hazilshyapman. Xullas, qancha bermadim dedingiz?
Qanaqa 10 qancha? million 700 ga bermadim. 10 million 10 yarim 700. qilyapti. 10 yarim million savdo bo'lyapti. Aka nechi pul bo'ldi jupa? Bu 21 yarim. 21 million 500 ming. Rahmat. 10 million 750 mingdan. Rahmat. Aka 10 million 750 mingdan. Yo'q, hozir boraman. Qancha bo'pti aka bu? O'tiringlar. Hongistlar sotilib ketdi. Bu qancha bo'ldi aka jaydari? 12 million 300 aka. 12 million 300 yaxshi. Molni bolasi, odamga qarab o'talma. Molni bolasida. Chiroyli narsaga olma lekin. Qisirmi bu g'azmi? Qisirmi bu g'azmi? Bu g'azmi? Nech pul? Qancha? 22 millionga berishmayapti. Akalar chiroyli narsa ekana. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Mahmudjon aka yaxshimisizlar? 22 millionga berishmayapti. Yaxshi narsa ekan lekin. Ko'rsamaysiz, chiroyli narsa ekan. Yaxshi bozorlarni bersin. Qisir ekanda, qisir. Tuqqan ekan bitta adashmasam. Shunaqa. Rahmat, mana sigirni qaranglar. O'ta yosh sigir ekan, 18 tadan keyin tuqqan. Bilmasam endi bu g'ozni qisirni. Interesga narxini bilaylik uchun. Aka necha pul bo'ldi bu? Bu g'ozmi? Necha oylik yaqin? 5 oylik bu g'oz. 26 ming. Nechinchisiga? To'rmi? Sizga to'r deyishdimi sotayotgan odam? Ya endi-da. Ha? Bilib qo'ygan yaxshi. Aka salomat bo'lasiz. To'rda oldida balki bir bordir aka. To'g'rimi? Salomat bo'lasiz, omon bo'lasiz. 14 bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? 14 ta farzandli mollar ko'p. Nech pul aka? G'unajin, chiroyli g'unajin ekan. To'ni toza qaranglar. Oq tunja chiroyli g'unajin ekan. Bozor qancha qildi? 14 million. Jinda ilashib qoldi-da, likillayapti ekan. Yaxshi. 14 millionga berishmayapti. Telefon ham boshlandi. Tinmayapti. Akalar shunaqa gaplar. Bo'g'ozmi ekan mana? Bo'g'ozmi ekan? Bo'g'oz ekan mana mol. Yaxshi bo'g'oz. Teyini qarang buni. Qancha bo'ldi ekan? Bormaylar. G'unachi, bo'g'ozmi? Nechi pul? 19, 18 yarim, 19 qilishdi. 18,5 million bermadingiz. Necha oylik bo'g'oz? 5 oylik. Chicha kechik ekanda. Ozgina keyin. Ya endi yomon bas, shu boriga shukr endi. 5 oylik to'roy boqish kerak. Yaxshi. 18,5 ga jinday yursa beraverasiz. Ha, qo'shsa. Yaxshi. G'unachi birinchisiga, ha, baraka toping. Bo'ylari bir 20 atrofida, kelar rosa ro'zg'or topsiga bo'ladi. Yelinlari ham oq yelin ekan-a? Yelinlari ham oq yelin ekan. G'unajin chiroyli. O'zi bo'g'oziga bilinib qolibdi. Bo'g'oziga bilinib qolibdi. 18 ni nechga bermadi? Yarim. Yarim. Nomer bilasizmi? Nomer aka necha nomeringiz? Ey! Hop. Mana sigirni qarang, tegini qarang. Aka tegini qarang-da, teg zo'r sigir. Tishi qanaqa ekan? Assalomu alaykum. Tishi yaxshimi? Nech pul? 31 million bermadingiz. Bitta ko'rsatib qo'ying shunday. O'ta tegli sigir ekan, yaxshi sigir ekan, aka. Tishini ko'rmadingda. 31 millionga yaxshi narx bo'lgan. 31 shikaran narx bo'lgan ekan. Yana bola qancha bo'ldi? Yana bola. Qancha bo'lyapti? Qancha? 26 million. Bolasi qo'nachi. Yo'q. Bu faqat qo'shnida, qo'shniga bo'lsa o'ziga qolsin deb. 26 million. Yaxshi ekan. Bir 8 tadan suti bo'lsa ham bir oyda akara 240 litr suti bo'ladi. Qaysi nima? Bo'laveradi. Salomat bo'linglar. Necha pul bo'ldi? Necha pul deyapsiz? 4 million. Bolasidan olsa ekan, o'zi
Yaxshi narx bo'pti, ama 24 million ha. Ko'rinmay ketdi, qayerda yuribsiz? Ha? Qovun tarvuzda. Baraka toping. Sog' bo'ling. Nechalar? Shunaqa gaplar. Mana sigirni qaranglar, mana sigir. Sigircha. Cha, sigircha deydi-ku, to'g'rimi? Qarang, sigirchani qarang. Bitta ro'zg'orga bo'laveradi-da. 6 litr, 5 litr suti bo'lsa, 6 litr, 5 litr suti bo'lsa, yana nech pul bu? Gumolti necha qimmat emas bolasi qo'nachin aka. Havosmi? Semental to'g'ri. Qanat semental enasi kim? Jaydari-yu. Enas jaydari bo'lsa, bolasi sarmsa semental bo'laveradimi? Egasi aytdimi o'rganimizda? To'g'ri egasi. 5 litr suti bor aka, 17 million kami bor. Mana tabiiyni oling, mana 14 qilyaptilar. Aka, haqiqiy toza jaydari. Nomer ading. Novoz yonida o'tib ketsa qochib qolaveradi. Mana uni gaplashaylik. Nech pul bu? 25 million bo'lsa ketdi. Ya, 25 million. 24 ga bermadim. Hozir 23 ga olganman. 100 ming kam 23 ga bo'g'oz olganman. Ochiqona aytaveraman. Akalar, 4 qilyapti. yaxshi mol ekan, chiroyli mol ekan. Ikkinchilik bilasiz-ku. Nomer necha? Nomer mana shu. 816 Aha. 51 51 15 15 yaxshi. Yo, 15 ga oldizmi? Mana. Qiz ha? Mana o sigirini ola. Bolasi qo'nachi. 5 litr suti bor. So'rov o'tkaz ishlaydi. 15 millionga oldizmi shu bozorda arzon mol sotay bugun. Nima qizib qolibdi? Gabiringdanga. Sotgisi kelib qolibdi. Ya, unadimi? 14,5 yolasizmi? Sotdim bor barakam. Hech pul. Qancha? 14 million. To'xtab turing, men nimaga Instagramga o'g'li boshqa savdo qilinglar. Ushlab turing. Xullas birodarlar, xato kamchiliklar. Yemasa, o'zini o'zi yemsa, sog'dirmasa qaytarib olib chiqaveradi, olaveraman. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingiz cho'qalar o'cha qilishingizni ehtiyot qiling. Azga nima Unutmaymiz yemasa, yana sog'dirmasa